Lekin gruppada iltimos, Allohning rizoligi uchun so'rayman. Fitna chiqarmaylik. Bitta fitna chiqarib, katta bir sababchi bo'lib qolsalaring, ishoning, ibodatimiz habata bo'ladi. Siz ertaga ketasiz, ishoning. Bizni bu yerga qo'ygan inson, siz bizni ola olmaysiz bu yerdan. Bizni bu yerga Alloh qo'ydi. Manaman degan ola olmaydi. Ishoning, Alloh qo'ydi bizni bu yerga. Nasib qilmasa biz ishlay olmadik bu yerda. Alloh rizqimizni shu yerga yoyib qo'ymasa ishlay olmadik. Lekin kelib ibodatga kelib, bunga fitna qilaman, bundoq qilaman, bundoq qilaman qilmaylik iltimos. Savolingiz bormi? Biz ham ojiz bandamiz. Ulgursak telefoningizga javob beramiz. Yozamiz, tushuntiramiz. Ravza masalasi bo'ladi, Makka ziyorat, hammasini qilamiz. Onajonlar, otajonlar. Sabrli bo'lsak bas. Bizning niyatimiz yo'q. Sizni xursand qilib, bu shuni xafa qilishlik yo'q. Aning tog'i jannat, ani ham tog' jannat birodardan onajonim bo'lgan. Onajonlar, otajonlar. Endi mana bu qabristonga yozib borganimizda hoji akalarimizdan bir kishi chiroyli tilovat qilib beradilar. Tilovat qilib berganing duo qilamiz. Inshaalloh suratga tushib avtobusga chiqamiz, ha.